Hammaga o'rtoqlar, otasiga mashina sovg'a qilgan insonlarni ko'rib meni havasim qilardi. Endi arzimagan bo'lsa ham imkoniyatdan kelib chiqib, otam uchun просто ko'chaga chiqib kelishlari uchun mashina oldim. Endi dadam rezultatlarini bilamiz endi. Ketdik. Savlat to'kib yurgan uyimda, surati bor turgan bo'yimda, bir o'ynasin xursand to'yimda, otamni bir quchoqlab qo'yay, dunyo ishin bir chetga surib, borligida Otajonim, o'zimni, otam. Ota siz qarang, sizga yoqdimi shu? otamni bir quchoqlab Yaxshi. qo'yay. Menga olib kelgan. Sizga olaman-da. Kimga olaman? Otajonim, endi o'rtalarga chiqib maqtanasiz endi. Mana meni ham mashinam bor, yelik haydamayman endi deysiz, ota. Rahmat. Aying bozorga borib chiqargan bo'pman. Bozorga ham olib chiqasiz. Ota, bu hali boshlanishi. Inshaalloh o'rtalar shu oyda oxirigacha 800 mingtagacha siz otamni umriga yuboramiz, paddeshkalarni ayamanglar. Endi inshaalloh Malik to'y ham sovg'a qilamiz. Inshaalloh men qo'limdan kelgani mana shu bo'ldi. Dadam o'sha o'tirib olibdilar mana o'sha. Tabriklaymiz. Voh, ana voh, tabrik. Otamma, suyangan tog'im, ishongan bog'im,